Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam kim imkoni bo'lsa Madina Munavvarada vafot etsin, kim shu joyda vafot etsa mening shafaatim unga vojib bo'ladi deganlar. Shuning uchun Madina Munavvarada jon taslim qilmoqlik butun dunyo mo'min musulmonlarining orzusi. Kimga muvaffaq bo'ladi, kimga yo'q, bu Allohning o'zigagina ma'lum. Shuning uchun mabodo agar biror joyda jon taslim qilishini Allohdan so'raydigan bo'lsak, Madina Munavvarada kelib bu yerda ziyoratlarni ado etgandan keyin yoki ziyoratlar jarayonida jon taslim qilishni Allohdan so'rash kerak, toki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafaatlariga loyiq hamda munosib bo'lamiz va mana shu joyga dafn qilinadigan bo'lsak, minglab sahoba ikromlarning inshaalloh saflaridan qayta tirilishi baxtiga, Ravza-i Muborakning yonlarida qayta tirilish baxtiga muyassar bo'lamiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam kim imkoni bo'lsa Madina Munavvarada vafot etsin, kim shu joyda